isboti bilan bu akamiz ismingiz nima aka? Jamol aka, assalomu alaykum. Qayerliksiz? Namangandan kelyapsiz. Xo'p, akalar, bu biznes shunaqa. Bitta yaxshi mahsulot chiqarib qo'ysangiz, bir-birini ulab zanjir qilib olib ketaveradi. Klient orqasidan klient kelaveradi. Yaxshi ekan, sifatlari ham zo'r ekan. Yevropaga ham, Afrikaga ham, butun dunyoga sotyapsizlar. Ha, aka, hozirgi kunda fasadniy plitamiz qoliplarini 13 xildan oshiq davlatga chiqardik aka. Buni o'zimiz sahifamiz bor. Gold Clinic sahifasiga kirsa, hamma qayerga chiqarganimiz batafsil qo'yganmiz. Fransiyadan Afrikagacha ham bordi. Hozir mana akamiz Afrikaning yukini DHL pochtaga tayyorlayapti. DHL orqali chiqaryapti. Gold Clinker ishlab chiqarish korxonasiga kelganmiz akalar. Xohlagan turdagi fasadniy plitka deysizlarmi, sokillari deysizlarmi, qoliplari, bu biznes bilan yaqindan tanishmoqchi bo'lganlarga juda ham foydali video tayyorlaganmiz. Bitta like bosib, podдержка qilib qo'yasizlar akalar. Boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli biznesmen, tadbirkor, uyim-joyim deydigan akalar. Ancha vaqtlardan beri biz sizlarga fasadniy plitkalar haqida bir-biridan foydali videolar tayyorlab kelyapmiz. Bir safar bu g'ishtni devor tanlamasligini ko'rsatib bersak, bir safar bu biznesda boshlamoqchi bo'lganlarga yo'l yo'riq ko'rsatganmiz. Qoliplari, buni ishlab chiqarish texnologiyasi hammasini boshdan tushuntirib berib kelyapmiz. Uzoq yildan beri Andijon Gold Clinkerga kelganmiz. Bu yerda korxona egalari uzoq yildan beri bir 1000 ga yaqin shogird chiqarishdi. 1000 ga yaqin odamlar mana shulardan qolib olib ketib, hozir biznesini yurg'izib olishgan. Kuniga misol uchun $200-300 foyda qilayotgan qolip g'isht sotib